Yaxshi, Radnoyim Zolotoyim yaqini balularni qarang, operator. Okalar, Nazarbekga kelib, mahallalarning ichida aylanib yurdim. Bitta zo'r joyga ko'rib qoldim. Faqat balu bilan shashlik qilishar ekan, Marlin kafesi, shahboz shashliklari. Radnoyim Zolotoyim yaqini Marlin 3 xil balu qilishar ekan, shashliklari, 6 xil. Manzilimiz Kardinkani shunday yonda Nazarbekdan kirib ketayotganinglarda, shuni Pushkinga yetmasdan peshxod ashdan shuni kirasizlar. Lekin mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Duogo'ylarni olib kelsanglar, sizlarni rosa duo qilib, mazza qilib balularni yeyishadi. Ketdi ichkarilarini obzor qilamiz. Mabodo Marlin kafesiga kirganingizda, "Yo, men kabinkaga kiraman, kabinkada o'tiraman" degan aka-ukalarimiz choyxonani qattiq qilsam ekan, qatga borsam ekan, hamma yoq zaynat ekan deyishsa, to'g'ri Nazarbekda Marlin kafesiga shunday kelasiz. Mana shu eshiklarni yopib qo'yib, choyxonani qilib, balu shashliklarni, balu chiqil balular bor. Mabodo jo'rabosh, men charchadim sizlar, mana shu o'tkazib qo'yasiz. Balularni qarang, operator. Okalar, mabodo Shahboz akamizdan shashliklariga shunday kelasizlar deb, Bismillahirrohmanirrohim deb. Radnoyim Zolotoyim yaqini choyxonani qilmasanglar bo'lmaydi. Shu yerda o'tirib joylarni qilib berishadi. Sadan balu yeriga xohlasanglar bo'lingani. Operator, iyisimi? Yaxshi, Radnoyim Zolotoyim yaqini. Bismillahirrohmanirrohim. Ona holla adab uyda o'tirmasdan chiqinglar, o'qsinlar, hamma yig'ilib. Lekin menga mana shu operator sousini qarang. Radnoyim Zolotoyim yaqini zakarligi, shashliklar ham bor, to'g'riligi ham qilib berishar ekan, balularni ham to'g'riligi qilib berishadi. Operator, shuni yaqinroq, oq baluni ham bitta olib bering. Mana shuni ham bitta olib bering, gap boshqacha ekanda. To'g'riligi, pastga shuni nomerlarni, Marlinni nomerlarini, kafesini yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, zakat beraverasizlar. Kelinglar. Mirshoh akamizdan mana shashliklariga keldim. Radnoyim Zolotoyim yaqini qiymalarni qarang, qanotni qarang. Bu baluni yesangiz mazza qilib yurasiz kechgacha, lekin jaz, qo'y go'shti juda yumshoq ekan, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, jigar. Ona hollar bemalol kelib shu yerda mazza qilib, bugonalar bilan suhbatlashib o'tirsanglar ham bo'ladi. Kechgacha ichkarida kabinkalari hozir kiramiz. Joylarni ham obzor qilamiz. Mabodo chiqaqqa bora olmayapman, kimdir meni shashlikka olib borarmikan degan aka-ukalarimizni o'rtoq yur, gap bordi, mashq olib ko'rasizlar, Marlin kafesi. Uyingizga xudo buva, xudo xola, qarindoshlar kelib qolsa, shoshib qolsangiz, Marlinga shuni olib kirsangiz, tekin kabinkaga shuni olib kirasiz. Qarang, yaxshi, Radnoyim Zolotoyim yaqini mazza qilib kechgacha o'tirsanglar bo'ladi. Agar bo'g'ilib ketolmaysanglar, pardani ochib yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ona hollar bemalol kelaverasizlar, dugonalar yig'ilib, hamma mana shu yerda 3 xil balu, 6 xil shashliklar bor. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Joninglar sog' bo'lsin, kelinglar.